Assalomu alaykum. Bugun Green Voltaico ishchilari yoqtiradigan manzarali daraxtlar haqida gaplashamiz. Sizga klasterimizdagi qaysi daraxt ko'proq yoqadi? Menga klasterimizdagi Arizonskiy kuparis yoqadi. U juda yoqimli hid taratib turadi. Shuning uchun menga yoqadi. Menga patina guli yoqadi. Chunki bahorda, kuzda chiroyli qizaradi. Hurmatli obunachilar, mana shu yonimizda turgan parchamiz nomi Smagrid. Buni o'ziga xosligi bor. Doim qishin yozin yam-yashil turadi va shakllari chiroyli. Shuning uchun men mana shuni yaxshi ko'raman. Sizlarga ham tavsiya qilaman shundan olishni. Bog'imizda menga asosan lola daraxti yoqadi. Lola daraxti tez o'suvchan hamda noodatiy barglari bilan odamni o'ziga tortib turadi. Menga indiskiy siren juda yoqadi. Yoz ichi gullab turadi. Baki ham, o'zi ham chiroyli ochiladi. Uzoq yil davomida ochiliq holatda turadi.